arzonroq yuvanab qidirib yurganingizda, aynan siz uchun chotki yuvanab topib qo'ydim. 2024-yil 40 ming probegda yuvanab kraskalari absolyutni top-toza ekan, bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Bitta like bosib qo'ying-da, sababi aynan siz bob narxda kelib qoldi. Bu adashmasam uy sharoitida 30 ming, 35 mingga to'ladi-da. O'sha bilan bemalol 400 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tadi. To'liq elektr, yomqisdi ham yaxshigina ekan. Xullas, atigi 1% chiqibdi, 99% ekan. Beskulchoy do'stlari, NFC kartalargacha bor. Hali ham agar podpiska tashamagan bo'lsangiz, podpiskani tashab qo'ying. Bunaqa arzon mashinani o'tkazib yuborasiz, tushunaylik. Elektropaket o'rindiqlari, keng fuldan panorama tomlarigacha bor. Maza qilib yumshoqqina o'qib yuraman desangiz, aynan yuvanab olsangiz bo'ladi. Aynan surishtirib ko'ring-da. BYD'ning yuvanap'i BYD kompaniyasining eng yumshoq mashinalaridan bittasi. Orqalari ham yaxshigina, kenggina. Endi solishtiradigan bo'lsak, menimcha Tracker'ni raqobatchisi desak ham bo'ladi. Bu elektr. Tracker bilan farqi elektrda. Xullas, mashina juda ham go'zal holatda, rangi ham aynan nardiga esa yuvanapga juda ham yarashgan ekan. Kommentda qoldirib qo'ying. Yuvanap qanaqa rangi ko'proq yarashgan? Yuvanap qidirgan do'stlaringizga bu videoni tez jo'natib yuboring. Sababi bunaqa narxda qaytib topa olmasligi mumkin. 24-yil 40 ming yurgan top tozasini, kraskalari top tozasini 17.900 ga bosib olsangiz bo'ladi.